amallarning ichida, qilib turgan amallarimiz ichida eng o'sha Allohga suyuklisi bir mu'minni, bir musulmonni qalbiga quvonch olib kelishlik ekan. Ularni quvontirish ekan. Alloh taolo malaikalarni qarang, yerni har o'sha musulmon obod bo'lgan diyorlariga malaikalar yurgizib qo'yadi. Malaikalar har amallarimizga shohid bo'ladi. O'ylamang, siz birodaringizga boyda kulganingizni o'zida malaikalarga daftariga tushasiz. Butun go'zalliklar oyi, butun ezguliklar oyi, ayniqsa hojat barorlik oyi bu. To'labey deytin, buni avulda o'tira solib siz ana 10 yillik savobda, ajrni qalay olasiz? Allohdan qo'y bu. Faqat sharti shu tabassum qilasiz, birodaringizni hojatini ravo aylaysiz.